Navbatdagi mashinamizni o'zi ham, sosteniyasi ham, chiqish narxlari ham zo'r narxlarda. 2022-yil kraskalari toza, propan gaz, boshlang'ich to'lov 16 million so'm, hamma dokument rasxot ichida. Bu mashinamiz sizlar bilan birgalikda to'liq obzor qilamiz. Amerikanka fara qo'yilgan. Balon holatlari, to'rttalovi ham yangi, yumshoqqina. Oldi yon oynalariga son zashtalari bor. Mashinamiz shum izolyatsiyalar qilingan. Salon holatlari. Probeglari 48 ming bo'lgan. Monitorlar qo'yilgan ekan, Lenovo registratorlari bor. Salon holat, sidiniyalari top-toza, tiniq bo'lib turibdi. Mashinamizni to'liq sizlar bilan motor xonalarigacha obzor qilamiz. Xo'p, optra stop qo'yilgan. Bagajda zapaska o'rnida propan gaz qo'yilgan. Umuman qirq-sirig'i yo'q, tiniq. 48 ming probeg. Ideal bo'lib turibdi. Xo'sh. Motor xonalari ham tiniq turibdi. Mashina to'liq himchiska qilib qo'yilgan. Olib haydashlaringizga tayyor. Yangi akkumulyator. 4-pokoleniya propan gaz. Ventilyatorlari ham ikkita qilib qo'yilgan. Qishga ham yozga ham qiynalmaysizlar. Balonlarni ham 4 talovi ham tiniq. Mashinamiz narxi 160 million so'm. 2022-yil toza kraska, propan gaz, lyuk, abis hamma narsasi bor. Eng minimal boshlang'ich to'lov 16 million so'm, oyligi 5,5 million. 36 million so'm boshlang'ich to'lov bilan 4 million 200 dan chiqarib beramiz. Kerakli hujjat bitta pasport, hech qanaqa oylik ish haqi talab qilinmaydi. Murojaatchi nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib batafsil ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Bundan ham tashqari variantlarimiz bor. Kelib ko'rib tanlab olaverasizlar. Manzilimiz Shahrisabz shaharda, Yangi Xalq bankidan o'tgandan keyin 200 metrdan keyin keladi.